Assalomu alaykum, Fozluz YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan chorvador aka-ukalar, Buqaychiq bozori, Semiz Buqaychiq bozori. Andijon viloyati Baliqchi tumanidamiz. Baliqchi chorva bozoridan, Semiz Buqalar safidan video syomkamizni boshladik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'ring, fikr-mulohazangizni kommentariyga yozib qoldiring. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Aziz obunachilar, bugungi sana 18-yanvar sanasi, haftaning yakshanba kuni 2026-yil. Hurmatli aka-ukalar, videolarimizni o'tkazmay ko'rishni tavsiya qilamiz. Bugungi bozorni chiroylab qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Xonadoningizda boqayotgan boqma buqa, semiz buqa, yosh buqalarning narx-navosini aynan bizning kanalimiz tomonidan aniq narxini bilib olsangiz bo'ladi va bugungi narxga solishtirib buqalaringiz narx-navosini chiqarib olsangiz bo'ladi. Hurmatli aka-ukalar, like bosib qo'yishni unutmanglar. Bugun bozor yaxshi bo'lyapti. Xudo xolasa qani ko'ramiz. Qay holatda bugungi narx-navolarni kuzatib boraveramiz. Bizdan yiroqlashmanglar, videolarimizni ulashib podlistga turishni unutmanglar. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Video roligi boshlaymiz. Marhamat, videolarimizni o'tkazmay ko'ringlar. Sotildimi bu aka? 33,5 millionga sotilgan novosimizni ko'ringlar mana. Aziz obunachilar, 500 kilo xudo xolasa vazminroq keladi. 33 million 500 mingga baraka bo'libdi. O'zimizning Mesni Faroda buqa bo'ylari 1.45 atrofida. 33 million 500 mingga oyog'icha baraka bo'libdi. Ko'rib boraveramiz. Bu kimdan mana aka? Sizniki? Ha, ketdimi? Egasi ketib qolibdi. Xo'p, ko'rib boraveramiz. Mana shved buqani ko'raylik. Shved kimiki shved? 63 mingdan baraka bo'libdi mana bu navbatdagi kichkina buqamiz. 63 ming so'mdan baraka bo'lib, taroziga chiqdimi bu? Necha kilo keldi? 480 kilo keldi. Aziz obunachilar, Qirg'iziston paroda buqa ekan. 480 kilo, oyoq qo'li kalta yerga yaqin. 480 kilo keldi mana. 63 ming so'mdan barakasi bo'libdi mana shu buqamiz. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, buni nechta pul aytyapsiz aka? 40 million kam bor. Savdosi bo'ldimi? 35 million savdosi bo'libdi, berilmadi mana. Ko'rishingiz mumkin. 500 kilo vazmin keladi, novozmi 550 kilo ham vazmin keladi aziz obunachilar mana. 35 millionga savdo bo'libdi, berishmabdi. 40 million kam bor aytishyapti ekan. Orqa qismlardan ko'rsatib qo'yay-a. Mana. Mana bu orqa qismlardan ko'ryapsiz. Navbatdagi buqalarimizdan ko'rib boramiz. Nechta pul aytyapsiz, xormang? 45 million? 45 million kam bor. Savdosi bo'ldimi? Endi keldingizmi? Hali savdosi bo'lmabdi. Aytilayotgan narx 45 million kam bor aytilyapti. 550 kilo xudo xolasa vazminroq keladi. Hali savdosi bo'lmabdi. Ko'rib boraveramiz. Xo'p. Nechta pul aytyapsiz angusni? Boqmaroq angus ekan, 40 million kam bor. Savdo bo'ldimi? Qancha bo'ldi? 30 million 500 ming savdosi bo'ldi, berishmabdi. Bo'ylari 1.20 plyus keladi. Tirik vazni shu 500 kilo atrofidagi buqamiz. Sizniki nechta pul aytilyapti? Xormang. Ha? 40 kam bor. Bozor pul berdimi? Endi kelishdi. Boqmaroq buqa ekan, 40 million kam bor ekan. Hali savdosi bo'lmabdi. Endi keldik deyishyapti. Mana bu orqa qismlardan mana rosa boqadigan buqa ekan. Mana angus ham rosa boqadigan buqa ekan. Mana ila limuzinga gibrid buqamiz bor ekan. Savdo bo'lyapti. Qancha bo'lyapti bu aka? 28 million savdosi bo'lyapti. Ola go'sht boqma buqa 28 million savdosi bo'lyapti, berilmayapti. 450 kilo vazmin keladi, bo'ylari 1.30 dan pastmas. 28 million real savdo bo'lyapti. 28 millionga. Limuzinga gibrid variantida aziz obunachilar mana ko'ring. Yaxshi narsalar ekan. Shunaqa. Semiz buqalardan ko'ramiz, ha? Semiz buqani tutgan so'raganlar juda ko'p. Mana real bo'layotgan narx. Nech pulga? Nech pulga bo'lyapti? Nech pul aka? 500 ming so'm interesi bor ekan. 45,5 million. 45,5 million. Biroz oldin mana shu novosimiz 45 million, 46 million savdosi bo'lyapti. Biroz oldin, bir yarim soat oldin. Hozir mana 45,5 million savdo bo'lyapti. 45 million, 46 million savdosi bo'lgan edi. Hozir mana 45,5 million boshqaga savdo qilyapti. Biroz oldin boshqalar savdo qilgandi. Endi hozir boshqa odam savdo qilyapti. Ko'rib boraveramiz aka. Novosimiz xudo xolsa 700 kilo vazmin keladi.
Tirik vazniga 700 kilo vazmin keladi. Berilmayotgan narx moddaga ko'ra 45,5 million berilmayapti. 16 millionga ham berishmadi. Endi bozorda bu. Hamma xalqdan so'raveradi mana. Bering mashina. Ko'rib boraveramiz. Nechi pul aytyapsiz aka novoz? Savdo bo'lyaptimi? Nechi pul bo'lyapti aka? 31 million 200 ming savdosi bo'lyapti mana shu novozimiz. 31 million 200 mingga bermay turishdi mana. Ko'rishingiz mumkin. 500 kilo vazmi. 31 million 200 mingga berishmayapti. Bunisini nechi pul aytyapsiz? Ha? Puli qancha aka puli? Ha? 35 kam bor. Boqma bu qo'yga. Bozor pul berdimi? 28,5 savdosi bo'lib berishmabdi. Bo'ylari 1.40. 5 kiloga qiynaladi, 450 kilo vazmin keladi. Bundoq bu ish. Qaysi bir savdo bo'lyapti aka? Tormang. Nechi pul bo'lyapti bunisi? 60 mingdan taroziga savdo bo'lyapti. Mana bu qizil buqamiz azoblanishdi. 55 million bo'ldi. Mana unisi 55 mingdan baraka bo'ldimi? 644 kilo ketdi, 55 mingdan baraka bo'ldi. Mana uchalasi-chi? Ana bu uchalasi bo'lgan. 55 million sotildi. 55 dan sotilibdi mana unisi. 644 kilo dedingizmi? Mana uni 60 mingdan berishmayapti. Ha? Mana uni qizilni. Bu qancha aytilyapti mana shu et? Hozir shu bolaniki keyin Sotildimi bu? Qancha sotildi? 32 million 300 ming. Mana shu et buqamiz 32 million 300 mingga barakasi bo'libdi akalar. 32 million 300 mingga. Mana shu et. Bu baraka bo'ldimi? Qanchaga bo'ldi? 64500 so'mdan baraka bo'lgan buqamiz mana. Bozordan chiqib ketyapti. Ha, mana 64500 so'mdan akalar. Real chiqib ketyapti, sotilib bozordan chiqib ketyapti. Xudo xolisa 550 kilo vazmin keladi. Bahodir aka nima gap Bahodir aka? So'rash bo'yicha Hozir nima gap ishlaringiz yaxshimi tinchmi? Narxlar past lekin baqa. 58 minglik mol qidiryapsiz. 55 ming so'mlik mol hozir mana Taroziga chiqdi o'zi. Qaytirib ketsin ko'rasiz. 55 ming so'mdan bu. Mana bu mollar qanchadan aytilyapti ekan? Bular 61 ming so'm aytyapti. 61 ming so'mdan? Aha. Kami bormi? Ha, ana uni mol bor, ana savdo qildi. 58 dan so'rayapti. 58. Ha, bor pulga. Kimiki bu mollar? Mollar kimdan? Nechi puldan aytyapsiz aka bularni? Hammasini nechi puldan aytyapsiz? Aka 55 dan beryapti. 55 dan? Aytilishi qancha aytilyapti? 62. 60 ming kam bor aytishyapti ekan azizlar. Qirg'iziston paroda buqolari 55 mingdan so'rab turishdi ekan. Mana 55 mingdan. Agar rost bo'lsa, Rost. yana bilmadim. Lekin 55 minglik buqol emas bular. Bu yerda yolg'on ma'lumotlar ham bo'lib qolishi mumkin-da. Egasi shuni olyapti-da, 55 ming deyapti. Real endi qancha bo'layotganini Xudo biladi, o'zi biladi. Ha? 57 ming so'mdan bo'lyapti. 61 mingga bermayapti ekan. Mana ko'rgan odamlar aytayapti, mana shu buqolani ko'rgan odamlar xolis aytayapti. 61 mingga bermayapti ekan. Aka 61 mingga mana shu buqolani bermayapti ekan. Bu 58 minglik buqol emas-da. Aka qaysi biri savdo bo'lyapti? Ha? Ha. Turganmiz. 64 yarimdan chiqdi. Mana u qancha bo'lyapti Angus? 65 Angus kimiki Angus? To'ta turing. Angus kimda Angus? Nechi pul aytyapsiz aka? Nechi pul aytyapsiz? 43 million? Kami bormi? Angus 43 million kam bor aytishyapti ekan. 37,5 million savdosi bo'lyapti. Berilmayapti. 43 million kam bor. Mana shu buqa xalaq qilyapti-da. Dumini qayerinchi dumini? Mana Angus. 37,5 million savdosi bo'layotgan Angus ko'ringlar-chi. Mana 500 kilo vazmin keladi, xudo xolasa. Ha? 600 kilodan ham ko'p deyishyapti.
Endi 37,5 savdosi bo'layotgan berishmayapti ekanda, mana shu anglish zo'r narsa ekan. Mana uchi. Shunaqa akalar, bugungi bozor yaxshi. Semizlar serob. Qaysi biri sizniki? Qaysi birini savdo qildingiz? Qaysi bu? Qaysi biri? 82 da chiqqan ekan, 28 million. 300 ming oldi u. 28 milyon 300 mingga mana shu buqamiz sotilibdi akalar. 28 milyon 300 mingga 400 necha kilo? 481 kilo kelgan ekan. 28 milyon 300 mingga baraka bo'libdi mana shu ko'rib turgan buqayni. Mashalloh. Shunaqa bozor. Boqma buqalardan ko'raylik. Boqma buqalar mana oyoq qo'l uzun bo'ylari 1.35 atrofida. Nechli bo'lyapti bu real narxi aka? Qancha? 26 milyon savdo bo'lyaptimi? 26 milyon mana shu ko'rib turgan buqayni savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Mana ko'ringlar. Rosa yemga tashlaydigan buqalar. Boqma buqalar lekin rosa ko'p tushibdi. Bo'ylari 1.40 ham yeb qoladi, 1.35 deyapman, 1.40 ham yeb qoladi. 400 kilo vazn keladi. Tirik vazni. 26 milyonga berilmayaptimi yo aytilish narxi 26 millionmi? 26 milyon 200 ming so'mga berilmayapti ekan akalar. Ko'rib turgan buqaylar. Qaysi biri bo'lyapti akalar? 90 million 90 milyon 700 ming. Mana bu ikkita. Ha. Mana bu ikkita qora, ikkita mana bu qizil. 90 milyon 700 ming so'm boqma buqalarimiz. Savdo bo'lyapti. 90 milyon 700 ming ola go'shtdagi buqalar. Berilmayapti real narxi. 90 milyon 700 ming savdosi bo'lyapti. Ovozlarimiz 450 kilodan xudo xolisa indamay keladigan boqma buqalar ekanda. Qani mashinadan o'tib ketamiz ha. Hoppa. Boqma buqalarni qarang ko'pligini. Mana buqani erkagi, mana chiqaring. Buqani nech pul aytyapsiz bu katta buqani? Sotilib ketdi aka. Qanchaga sotildi? 41 million. 41 millionga mana bu boqma buqamiz baraka bo'ldi. Buni qarang. 41 million to'ppa to'g'riga baraka bo'ldi. 600 kilo qiynalmaydimi? 642 kilo chiqdi. 642 kilo chiqdi. 41 millionga barakasi bo'ldi mana. Bo'ylari ham shu 150 ga atrofida. Uni qarang boqma buqalarni ko'pligini. Bu baraka bo'ldimi bu akalar? Qanchaga baraka bo'ldi? 45 million bo'ldi. Ikkalasi ha? 45 millionga baraka bo'lgan boqma buqalarimiz, paltarashga buqalar. Arqon almashtirishyapti. 45 millionga mana shu ikkitasini sotishibdi. Mana bozor akalar. Do'stim bu buqalarni nech puldan aytyapmiz? Bular 32 dan kam bor bular. 32 millionda mana bu 4tasimi yo 6tasimi? 4tasi. 4tasi ha? Novoslarimiz 450 kilo, 500 kiloliklar ham bor orasida. 32 milyon so'mdan, mana unisi 500 kilodan kam emas, mana shunisi. 32 milyon so'mdan quyuq suyuqga 4tasini kam bor aytishyapti mana bu qolar. Ko'rishingiz. Hurmatli obunachilar. Oshna bunda raq turinchi. Bunda raq turinchi. 32 milyondan kam bor aytilayotgan buqalarimiz mana ko'rishingiz mumkin azizlar. Mashalloh. Zo'r buqalar ekan. Bozor so'radimi oshna? Endi iloji. Ha, bozor so'radimi? Ha, so'rashadi. Qanchadan so'rashadi? Qo'yg'isi 29 milliondan. 29 dan 4tasini quyuq suyuqga so'rashadigan buqalarni qarang. Zo'r narsalar ekan. Telefon nomerini aytib qo'ying. 94lik 590 10 30 nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar mana. Yaxshi zo'rini olaman deganlarga. Kuragi bor, yemga tayyorlar. Navbatdagilarni ko'ramiz. Bularni nech pul aytyapmiz, oy uka? 30 dan kam bor deyapmiz 5tasini. 5tasini 30 dan kam bor ekan. 1 2 3 4 5tasi. 30 dan kam bor. So'rashyaptimi? Ajralash uchun 26 dan. Oxirdanmi? Ha. Oxiridan azobunachilar mana shu qoragacha 3 tani. Qora mana u qo'ng'ir shved. Qanchadan bo'lyapti? 29 dan? 26 dan deyapti. 26 dan savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Lekin mana bu 5tasini 30 dan aytyapsiz, qora 1 2 3 5. Mana 2 ta qora, 3 ta qora deylik, 2 ta shved. 30 milliondan kam bor, berilmayapti. Nomerni aytib qo'ying mana shularga. Qo'llaringiz yaxshi ekan. Telefon 95lik 047 77 06 nomerlarga buqon zo'rini olaman deganlar aloqaga chiqaverasizlar. Mana akalar, mol qarang. Mashalloh. Bola o'ta ham go'zal. Zo'r boqma bola.
Haqiqiy badani zo'r, iligi yo'g'on. Boqsa arzigulik bo'lgan bu qola. Mana ko'rishingiz mumkin. Yaxshi narsa. Mana qo'ni zo'rini olaman deganligi eng zo'r joyga yetib keldim. Halol savdo egasi. Hozirgi to'g'ri keladi. Necha pul bo'lyapti bu semental? Aka 27,5 million kam. 27,5 million savdo bo'lyaptimi? Kami bormi? 27,5 million kam bor aytilyapti. Rossiyskiy semental ekan aziz obunachilar. Bozor bo'ldi, hozir olamiz. Bozor qancha beryapti? Ajrim savdo bo'ldi. Ajrim savdo bo'lgan yo'q. Nechta buqa olib chiqdingiz bugun? Ha? 14 ta? 14 ta boqma buqalar akalar, ko'rishingiz mumkin. Qanaqasidan kerak bo'lsa, qo'qoldan, shvetidan, sementaldan, zo'ridan, bo'sh zo'ridan, kichkinalardan desangiz mana shu bo'ladi. Haqiqiy buqani yaxshilarini orqasi yumaloq, oldi, orqa bir xil korobkalarda zo'r buqalarni olib chiqib sotadi. Eski buqa burishlardan nima deydi, nafsini so'zga kirib ish qilmaydi, yaxshi bo'ladi. Telefon nomerini aytib qo'ying, keyin narxlar bilan tanishtiramiz. 33lik. Ha? 33lik. 33lik 663 663 04 nomerlarga qiziqqan aloqa ish ko'rasizlar. Buqalarimizni quyuq suyugiga 14 tasini necha puldan aytyapsiz? 14 tasi 25,5 milliondan kelishadigan joyi bor. 25,5 milliondan kelishadigan joyi bor. Buqalarimizni eng kichkinasi mana shu. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari bor. Eng kichkinasini bu ham 120 390 ozgina ham 400 kilo ekan. 196 kilo keladi. Ha, ozgina ham 400 kilo ekan. Shved ko'ryapsiz mana shu. Xo'p. Endi 25 milliondan quyuq suyugiga kam bor deyapsiz? 25,5 dan. Ha, 25,5 dan aytilyapti. Quyuq suyugiga 14 tasini tanlab olishga necha puldan necha pulga qilib berasiz? Tanlab olishga. Aha, 26,5 millionligi ham bor. Yana qanchaligi bor? 22 millionligi ham bor. Hurmatli obunachilar, 22 milliondan boshlab 26,5 milliongacha mol bor. Aynan mana shu 14 ta molning ichida. Ana shu eng kichkinasini qancha aytyapsiz? Ha? Necha pul bo'lyapti? Masalan, 24 million narx aytyapsiz. 22 million bo'lsa beraman. 24 million narx aytilayotgan shu bo'yi 1.20 keladi, 22 millionga berasizmi? 25 million Shu boladan hurmatli obunachilar, buqa olaman deganlarga yuragidan tavsiya qilaman. Imkon qadar aloqaga chiqib, shu boladan boqma buqalarni sotib olishingiz mumkin. Toqqacha dastlabkamiz bor. Dastlabki xizmati O'zbekiston bo'yicha bor, xudo xolasa. Toqqacha? Ha, Tervalgacha dastlabki xizmati bor. Vodiy ichiga ekan, ana bo'lsa. Telefon nomerini qaytarib qo'ying yana bitta. 33lik 663 04 nomerlariga aloqa ish qo'yasizlar. Bozoringizni bersin. Ketdik akalar. Boqma buqalarni ko'rib boraveramiz ha. Boqma buqaga talab ko'payib boryapti, lekin qurbonligi rahmat aka. Qurbonligi g'amini yeyapti odamlar. Boqma buqaga talab ko'payib boryapti. Misol uchun mana shu buqalarni ham boqsa bo'ladi-da, paltarashga buqa. Bo'ylari 1.20 atrofida. Voy, bu necha pul bo'lyapti bu bo'layotgani? Qancha bo'lyapti? 19 million. Aytilishichi? 19 million mana shu navosimiz savdo bo'ladigan, ko'ring. Bo'yi 1.20 keladi. Puli ham boqma buqada. Bu novoschalar qanchadan savdo bo'lyapti? Sormaylar. Ha? Bunisi 17, bunisi 16,5 bo'lyapti. 17 million mana sariq, 16,5 mana ola. Bo'ylari 1.15 dan keladi. 17 ga 16,5 million savdo bo'lyapti. Bo'ylari 1.15 dan keladi. Mana bu oldi qismlari o'zimizning Esin Borada toza joylari qoladi. Qaysi kanal bu? Fozilus kanali, Fozilus. Ha, Fozilus. Oh. Bu qancha bo'ldi bu? Kuchi yetmayapti. Sotamiz. Necha pul? 25 kam bor deyapti. 25 kam bor. Dunyodagi eng zo'r mol mashmol ekan mana. To'g'ri, 25 million kam bor ekan. Oh. Buqaligini ko'rsatyapti. Bo'sh. Qani mashina o't olamizda. Voy, bu qancha bo'ldi aka bu buqa, voy? Alo. Ha, nimaga sotmadi? Shu. Sotmabdi. Hamda bo'lsa yosh buqalardan ko'ramiz, yosh buqalardan. Yoshlardan.
Nechi pul aytyapsiz buni? Shved to'qol. 9 milyon berdik. 19 milyon savdosi bo'lyapti. Aziz obunachilar, bo'ylari 1.15 keladi. 19 millionga berilmayapti. Qancha bo'ldi aka? Voy. Oqma buqa. Aha. 19 millionga mana shu bo'yi 1.10 plus 1.15 atrofida to'qol shved tomda berilmayapti ekan 19 millionga. Qarang, chiroyli yaxshi narsa ekan lekin. Mana ko'rishingiz mumkin. 19 millionga berishmayapti ekan. Nima? O'spirinlardan ko'raylikmi, o'spirinlar. Qancha bo'ldi bu qisirmi? 48 million qisir sigirlarimiz. Ikkalasi 48 million bo'libdi. Semiz qisirlar. Yo, bo'g'ozmikan. Ikkalasi 48 million bo'ldi deyishyapti. Bu chiroylilarni nechi pul aytyapsiz bu ikkalasini? 25 dan kam bor. Bozor so'radimi? O. 20 milyon 600 ming so'm savdosi bo'ladi ekan. Berishmayapti ekan mana. Qaysi biri 20 milyon 600? Mana shumi 20 milyon 600. Bo'ylari 1.15 atrofida. O'zimizni mesni parodani sorti yaxshisidan ekan mana. Oho, bozorda odam ko'p. Qancha bo'ldi bu? Bosh. Ha? Qora 21,5. Mana qora ola buqamiz 21,5 ga baraka bo'ldi mana. 21,5 ga baraka bo'ldi, bozordan chiqib ketyapti. Bozorda ham yog'ingarchilik tufayli yurishlar ham qiyin bo'lib ketdi. Hamma ham balota bo'ldi. Bu qoralarni nechi puldan aytyapsiz? Qoralarni 16,5 dan kam bor. Bo'ylari 1.5 dan. Bozor pul berdimi? Bozor pul berdimi? Qancha bo'pti bu? 57 dan taroziga bo'pti. 57 mingdan bo'pti. Boqma bu akalar. 57 mingdan taroziga mana shu buqamiz baraka bo'ldi. 5 kilo xudo qolsa vazmin kelib qolar-a. Lekin dala buqaga o'xshar ekan. Suyali buqa ekan. Yem yemagan buqaga o'xshar ekan. 57 dan baraka bo'ldi. 564 kilo kelibdi. 564 kilo keldi. 57 mingdan baraka bo'lgan buqamiz. Hozir boqma buqa ekanda, yemlaydigan buqa ekan. Buni qarang mana. Dala toza. Ozmoz yegan-u, lekin suyaylik yaxshi narsa ekan. Voy, ehtiyot bo'lasizlar. 57 mingdan. Ketdi. Orqasi so'raganda molni. Qanchadan bermayapman dingiz? Qani hozirmidi? 557 kilomi? Qancha ham keldi-da? Xo'p, o'zim ham adashib qoldim. Adashib qoldim. Bu qanchaga baraka bo'ldi bu? Ikkalasi 23 million, 1 metrdan keladi bo'ylari. Qochalar 23 millionga baraka bo'ldi. Bozordan chiqib ketyapti. Xo'p. Nechi pul aytyapsiz mana uni? Mashina. 13,5 ozgina kam bor. 13,5 ozgina kam bor. Bozor pul berdimi? Berishyapti. Qancha berdi? Aytavering. 12,5. 10 million so'raymi o'zi? 12,5 so'rashyapti ekan, berishmayapti. Hozir akamiz 10 million so'ramoqchi bo'lib turibdi ekanlar. Ana. Voy, ehtiyot bo'ling aka, ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'ling aka. Rahmat. Qanchadan bo'ldi bu? Ey? 18 uchalasiga 18,5 milliondan mana shu buqalarimiz baraka bo'ldi. 18,5 milliondan uchtasi bir joyga ketibdi. Mana bu masala. Bozor nechi puldan aytilyapti bu ikkalasini? Ha? 95 dan kelib qoladi bo'yi. Nechi puldan bo'lyapti? Qancha? Qaysi biriga? 21 million ikkitasiga savdo bo'lyapti ekan. Bo'ylari 1 metrga yaqin go'zallarimiz 21 millionga ikkalasini berishmayapti mana ko'ryapsiz. Patsos qochalar 21 millionga berishmayapti. Hurmatli ko'la nima deymiz? Mana shu joyda syomkamizga yakun yasaymiz. Bozorni qo'ldan kelgancha imkon qadar ko'rsatdik. Xato kamchiliklarga albatta uzr so'raymiz. Bugun juda ham zo'r videolar bor. Videolarimizni albatta hammasini ko'rishingni tavsiya qilamiz. Yaxshi buqalar bor, ko'rsatamiz. Yaxshi joylardan syomkalarni qilganmiz. Kechaganda bugun qilamiz, xudo xolasa. Bizdan yiroqlashmang, like bosmagan bo'lsangiz like bosib qo'ying akalar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Aka, bo'g'ozmi, qisirmi bu? Ha, nima bu? Bo'g'oz qancha bo'ldi bu? 15 bo'ldi. 15 million bo'ldi mana. 15 millionga mana shved buqamiz baraka bo'ldi.
Qo'qacha. Bo'ylari Arsamak. 1.5 atrofida 15 million. Voy aka. Alo. Voy. Voy aka. Qancha bo'ldi bu? Qancha? Eshitmayapman. 19,5 million. Qisir ha bu. Yemlagani oldingizmi? Yemlash uchun. Yosh qanaqa ekan aka? Ikki tish ekan, bitta tuqqan ekan. 19,5 millionga yemlash uchun olishibdi mashina. 19 million 500 mingga. Bo'ylari 1.25 plus. 19,5 mingga olishibdi. Akalar shunaqa gaplar. Kelarasizlar. Bozor Manzil akasiz Fozul Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.